Assalomu alaykum, Oltiariq Sho'rva kanalining obunachilari. Uzoq yaqindan kuzatib borgan ikki ko'pa singildi. Mana sizlarga bir dona German shved ko'rsatmoqchimiz akalar. Qo'ldan kelgancha laklar tirsilatib bosib, ovni tugmachasini bosib ko'rasizlar akalar. Shim go'zallar. Istagan to'y oyoqlarga ko'ringlar sizlar. Tindaqlar o'sib ketmaydi akalar. Shim pachka narsa turishini qaranglar. Uzunligi ham vahshim uzun. Babaqalar rasa kelgan akalar. Jonivor sho'qlari ham kuydirilgan ekan shekilli. Endi tulashga kelibdi akalar, tepalarni qaranglar. Yaltillaydi hali 15 kunda zo'rib ketadi. Jonivorda oyoqlarini qaranglar, stakan tuyoq. Mana akalar. Arqalari. Bo'ylari necha chiqadi? 35 bir qara. 35 pilus akalar. Jonivor turishini qaranglar. Havas qilganlar ikki rang ikki martadan urib qo'yinglar. Ishqi bo'g'ziga sotiladi akalar. Turishini qaranglar. Jonivor. Necha oylik endi bu? 1 yasharga yaqinlab qo'ygan ekan akalar. Jonivor turishini qaranglar. Bo'ylari 1.40 ga borib bormay shunaqa ekan. Arkasi 1.40 ekan. Buni 20 kun, 15 kun, 20 kun bo'pti tortishganiga. Necha kilo chiqdi dedingiz? 410 kilo chiqqan ekan akalar. 20 kun oldin tortishgan ekan. Hozir 450 atrofida chiqib bo'ladi, xudo xolasa. Lekin haligi zotga olaman, firmasi borlar tashab qo'ysa zo'r bo'ladi akalar. Jonivor uzunligi ham vahshim uzun, haligi zotga juda zo'r tushadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi akalar mana akalar. Narxi 31 million. Kami bor, xayri bor. Dastavkasi kelishilgan holatda bor akalar. Mashina topib berilaveradi. Mashina muammo bas akalar. Tepalari ham. Boshlari akalar. Akalar bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham zo'rlar xudo xolasa chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Laklar tirsilataverasizlar.